Endi plyuslarimizni modelingini boshlasak bo'ladi. Qalin liniyalarni vaqtinchalik o'chirib turamiz. Создать аналог qilib bir chekkadan chizishimizni boshlaymiz. Birinchi qismimiz bizada prixoshka. Eshiklarni откоslarini ham ko'rib olish uchun eshiklarimizni vaqtinchalik высокий detalizatsiyada yoqib olamiz. Так, шаблон, изменить, двери, высокий детализацияda. Создать аналог. М. Umumjani 2800 chiqib qolibdi. Shu joyga e'tibor beramiz. Mana bu qismimizda stikovchli profil bor. O'zini ushlab turib переместить qilib yuboramiz bu yoqqa. Va bundoq pastga tortib olamiz. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Buni ham o'chirib tashlasak bo'ladi. Sanusimizning ichida ham kruгом shunaqa ishlatilingan. Pollar 0 balandlikda. Bu yoqdagi откос qismlarimizda bor. Tabiiyki bularni konturlari hammasi alohida-alohida bo'ladi. Ya'ni bitta tsepочкада emas, alohida-alohida chizish kerak bo'ladi. Bu xonamizda ham deyarli to'liq shu narsamiz bor. Bu qismimizda endi shkaf turadi. Shuning uchun orqasiga berish shart emas. Tak. Ba'zida bunaqa o'girilmay qoladi. Mirror qilib turib o'chirib olamiz. Bu yog'imizda bizda MDF edi. Keyingi xonamiz ограждение. Bu yog'iga 990. Bu yerdan eshikgacha. Keyingisi mana bu orasidagi joyi. Va albatta bu devorda ham bor. Garderob qismimizda va o'ng tarafida.
Stikovочный profilida mana bu qismlarga ham qo'yaversak bo'ladi. Plitka bilan parket uchrashgan joyiga. Men endi eshikni simmetrichniy yasaganim hisobiga buni korobkasi ichkarida turibdi. Aslida o'sha eshik qaysi tarafga ochilsa, o'sha tarafga yaqinroq turadi. Обычный petleda. Xo'sh, endi qalinlikni bitta yoqsak, mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Pol ajralib qolmasligi uchun ограждениеni plyuslarimizga nisbatan перекрытияni biroz polton qilib ko'ramiz. Ochroq bo'lib turibdi. Okey. Okey. Hop. Liniyalarni bundan ham qalinroq qilamiz. Tak, menimcha, в принципе, bo'ladi. Bundan qalinlik qilsa kerak. Yoki yetti qilib ko'ramizmi все-таки. Tak, filtr. Da, mana mashinasidan в принципе qolsa bo'ladi. Okey. Okey. Modelingimizni plyuslarnikini yakunlab oldik.